Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahmon Qahhorning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Eli Dolqunlari nomli 2 qismliq tarixiy romanining 1-qismining davomini anglatamiz. Ajab bir zamon bo'ldi, olam chirgilay deydi. Yurakdagi zardab suv qonga o'rilay deydi. Bu nima degan zo'rliq? Osh dedi berdik, mol dedi berdik, berdi dedi berdik. Endi qizimizni so'ramdikan. Qarindoshlarımızın turmidagi azoblarini, beajal o'limlarini angladim-ku. Shularni ko'rib turib uyga solinib o'ltirsam qanday chidayman? Senmi qanday chidaysan, apa? Bu bizning beshimizga tushayotgan ko'pat emas. Yuzlab, minglab oilalarning beshiga tushayotgan ko'pat. Hukumat buning qaysi birini hal qilgan? Necha million muntazam armiyasi, zamonaviy qurol-yarog'lari bor hukumat. Bu ishga qarab turamdi. Bir necha o'g'rining parakandichligiga kuchi yetmasmi? Bugun Harambog'ni cho'qim olamiz. Bugun shuning bilan Gomindan qo'shinlarining g'o'jiligi eng og'ir qismlari kaltuk tugaydi. Sizlarga g'alaba yor bo'lsin. Dushmaninglar yer bilan yakson bo'lsin. U Varisjanni chaqirdi-da, tezlik bilan shu yoqqa qarab yurib ketdi. Ikkisi o'z qismining o'rinlashadigan yerini, yer sharoitini, panohlik joylarni, hujum qilishga aplik o'rinlarni yer beg'irlab yurib, to'liq bayqab bo'lgandan keyin qaytdi. Qish kuni bir tutam degandek, hashpash deguncha qorong'u tushib bo'lgan edi. Urush vaqtida qorong'u tushdimi? Ko'chalar bo'sh qoladi yoki odam kamdan kam ko'rinadi. Ikkalan odamsiz qolgan qorong'u ko'chada qadamlarini ildamlatib mangmoqda edi. Varisjanning yuragi ushtum tutla qattiq so'qishga boshladi. Chunki xayoliga dadisi qattiq topilgan heliqi ish kelgan edi. U xayridan beri shu ishni ado qilishga chora payt izlab yuradi. U bu fursatni g'animat bilmoqchi bo'ldi. Ehtiyoj tufaylidan ikkisi boshqa qismlarga olmishib ketsa, dadasi topilgan ishni o'rindash qiyin bo'ladi-da. Voyjon, piymaning ishiga nadin tosh kirib olgandi. Ajab patta. Dedi u g'udumshib va o'tirib piymasini yechdi. U dam-mudam Nodamga qaraydi. Bu chaqda Nodam uningdan 50 metrcha yiroqlab ketgan edi. U tut atrofiga ansizlik bilan bir qarab chiqdi-da, yana o'rnidan turib o'ylashga boshladi. Endi u toza payt jaganda. Bu qorong'u kechida kim ko'radi? Yaminiga kelsa, o'zimning qo'liga yoki putimga otmam deb chidasamli bo'ladi. Albatta chidayman. Navoda surishtirib qolsa, daraxtning kaynidan tuyuqsiz 2 odam chiqib, etibli qochdi. Men ularni qo'g'lashga, hatto etishga ulguramadim desam bo'ladi. Nodam osta ketib boradi. Varisjon murisidagi miltiqini qo'liga oldi. Nodamga qaradi. Biroq shu chaqda ko'chaning beshidan 3 odamning kelayotganligini ko'rib qoldi. Bu kimdi? Varisjon to'lg'inib ketdi. Alamga chidamay o'z-o'zini aybladi. Isit, mening so'ralmilikim. U shundoq dedi-da, tez-tez yurib Nodamga yetishib oldi. Lekin u tarlab hozirab ketgan edi. Nima bo'lding Varisjon? Pushildaysan-ku. Tosh patqonga og'irvatdi. Seni kichikina toshlarni bo'lsa qipti-da. G'ayrat qil, oz qoldiq. Yotoqqa berib, Rayhonga tangdiribmisam? Ko'zitilgan yangi o'ringa shu kuni yarim kechada kelib o'rinlashgan jangchilar birinchi saharni oq qor, ko'k muz ustida kutib oldi. Har ikki tarafdan tushkichi o'q ovozlari anglanmadi. Lekin tushdan keyin g'o'lji osmonida yana aeroplanlar paydo bo'lib, sonsizlagan sharlarni to'kib yetib, birdamdala ko'zdan g'oyib bo'ldi.
Shu sharlarning biri laylab kelib, ko'chaning o'ttirsig'iga tushdi. Yo'g'on yeshikni elib tushgan shar Gomindan qismlarig'imu, partizanlarg'imu o'xshash yiroqlikda turadi. Ko'chaning ikki tarafidan okoplardan, potaylardan va panohlangan joylardan cho'loq tomlar kayindan sonsizlagan ko'zlar yeshikka tikilib turadi. Ikki yoq jimjit. Hech qaysi uni elib ketishga odam chiqarishmadi. Odamning qorasi ko'rinsila ajal o'qlari uchib keladi. Bularning kuni shuningga qarashlik bo'lib qoldi-da. Jini tomshig'iga kelib qolganda osmon qaramoqdan boshqa nima chorasi bor? Dedi Kevir. Qani gaydga paras qilib boqana. Yashikning ichida nim bordi? Dedi komandir Anvar. Nim bo'ladi, o'q to'ri bordi. Yo'q, meningcha yeydigan nim bor. Dedi biri. Ha, kim biladi? Quloqlari shintiyib turgan javobilar bormi texi? Meningcha yeydigan narsa bor. Dedi Nadam o'ylangan holda. O'q to'ri bo'lsa, yashikka undoq yo'g'on bo'lmaydi. O'chida kechkicha qarab turamdiq. Nim bo'lsa-mu, etibli kompaykom qilibmamdiq. Botir G'ozining gapi hammani kuldiribdi. Anvar mundaq dedi. Mayli o'q to'ri bo'lsin, mayli uzuqtilik bo'lsin, hozirgi paytda buni kim qo'lga tushirilish intayin muhim. Agar u o'q to'ri bo'lib kelib, dushmanlar ilib oldigan bo'lsa, bizga texmi ko'p ziyni bo'ladi. Uzuqtilik bo'lsa, mavdurga kelib oladi. Shunga hech bo'lmaganda portiltib o'tishimiz mumkin. Shu asnoda dushman potiyining ostidan uchiga ilmak to'mir bekitilgan inchga uzun yog'och chiqib keldi. U yashikning yipni ildida so'radi. To'mirni chalib itinglar. Buyruq qildi Anvar. O'qlar ilmak to'mirni yog'ochdan uzib tashladi. Ikkinchi ilmak to'mirlik yog'och chiqib keldi. U yashikni elib oldi-da, uni potayning oldidagi egizrak yerga so'rab chiqdi. Biroq nimadir bir nimaga tirilib to'xtab qoldi. Uchinchi ilmak chiqdi-da, u yashikka ilindi va ikkisi birlikda yashikni so'rab maqdi. 20 minut o'tib kelsa, yashik ularning uvusiga kirib ketadi. Anvar darhol buyruq qildi. Yashikka itinglar. Pilimut miltiqlardan tashlab etilgan o'qlar yashikni pochiq-pochiq qilibdi. Va shu on jangchilarmu paraqlab qattiq kulib ketdi. Chunki pochiqlangan yashikning ichidagi jingmoma ham mantilar atrofga terilib ketgan edi. Hay, bechoralarning og'ziga seriq suv kelgan edi-da. Shuningdan keyin Anvar bugun kecha qilinadigan hujum to'g'risida kengashish uchun ezod komandirlarini chaqirib o'ymonlikqa tushib ketdi. Kecha oltin kirpiklarni chimildatib, osmon gumbiziga zinnat berib turgan son-sanoqsiz yulduzlar g'uva nur chachdi. Sovuq qattiq, zahardek ochiq shamol yuzlarni chiqib g'uyuldab o'tib turdi. Butkul atrof oppoq qor bilan ko'milib ketgachga qorong'ulik ancha bilinmaydi. Oq quloqcha, oq juva, oq kiyim kiygan jangchilar qorga ko'milib olg'i siljimoqda. Agar jangchilar bir o'rinda tip-tinch holda yetib olsa, sirtin qaragan kishi uning odam yoki qor ishkanligini ajratolmaydi. Langshang butxonasini elish uchun boshlangan jang butun saf bo'ylab qattiq davom qilmoqda. Har ikki tarafdan to'xtovsiz etilayotgan o'qlar kishining quloq mengisini yeb ketadi. O'qlar vijildab o'tib, to'p o'qlari tushib, qor to'pi to'zonlarini osmonga uchratdi. Osmonda ko'kuch qaramtul is bulutlari laylaydi. Etishishlar goh pastlab, goh avij elib ketadi. Gomindan potaylari mana men deb oshkora ko'rinib tursa-mu, lekin uni elish qiyin edi. Chunki o'sha potay okoplardan chiqayotgan o'qlar jangchilarning beshini ko'tarishga yo'l qo'ymaydi. Yelidan heliga o'q tegib yiqilgan jangchilarning g'azablik ovozi, kuchsiz ingrashlari anglanadi. Umuman, qismlarimizga osonlik yo'q edi. Mundaq chaqlarda bir qadam olg'a siljish, bir cho'loq tomni ishg'ol qilish cho'ng g'alaba hisoblanadi. Jangchilar vayron qilingan uylarning tomlarini dalda qilishib, ba'zilari kichkina do'nglarning keyniga o'tib, dushman istiqomlariga o't etishadi. Jang qattiq bo'lib o'tadi. Lekin 4 soatdan beri olg'iz siljish bo'lmadi.
Bu hol hammaning ichini titit qiladi. Jang maydonining oldingi sepiga o'rlashgan Anvarning qismi sap bo'yicha qattiq urushmoqda edi. Missimdek seriq saqal burutlariga bir necha kundan beri ustira tegmay, yuzlari surlik tus olgan Goyit ko'k ko'zlaridan o't chachirtib, o'z qismiga buyruq berib turadi. Birinchi guruh oldimizdagi cho'ng potayga yon tarafdan ilgirlash kerak. Ikkinchi guruh o'q bilan ilgirlanglar. Qani kivi, pelmotingni sayrat. Kun chiqish tarafdagi okoplardan o'mlab chiqayotganlarni ko'rgansan? Qo'l bombalar tayyorlansin. Jangchilar yeli hujum holatiga o'tsa, yeli mudofaa holatiga o'tib qoladi. Yerim o'rilgan tomning ustiga pelomotni o'rnatib olgan Kevir pelomotini sayritib, sharqiy shimol tarafdan avval o'milab, keyin beshini engishtirib hujum bilan kelayotgan dushmanlarni do'miltibatdi. Pah, bulbulday sayridi-da pelomoting. Mo'shu chatki potaga qattiq hujum bilan besibli bosib bo'ladi-da, dedi Botir G'ozi g'azabli ko'zlarini potaga tikib turib. Yo'q, unda qaramlik qilishga hargiz bo'lmaydi, dedi Isoq. Ana avuchchiloqtamga olishib olsak, dedi Nodam sharqiy janub tarafda turgan tomni ko'zi bilan sharatlab ko'rsatdi. Buni chatki potaga yon tarafdan hujum qilib berishga oson bo'ladi. To'g'ri, bu o'nimlik chora, dedi Rayhon miltiqi bilan dushman potiyining to'shigini challab turib. Uning dumbisida mursiga beg'idan o'tkazib olgan doktorlik sumkasi pulanglab turadi. Ular tomning ustiga qurollarini qo'yishib tutqanicha o'ri turishadi. Shu oralikda bir zambarak o'qi chirqirab keldi. Varis yot! deb farqirdi Isoq va uning ikki mo'risini besibli yetib oldi. Ulardan 4-5 metr yiroqlikka tushgan o'q atrofni titirtirdi. Qor to'pi to'zonlari ichida hammasi beshini ko'tirdi. Toza ham vaqti nima ekansan, ha? dedi Isoq shu yotqincha Varisjonga. Toz qoldingizda shehid bo'lib ketgili, dedi Rayhon uningga qarab. Chiroyi tatargan Varisjon, undaq oson shehid bo'lib ketadimmi? Varisjonning so'zi oyoqlashmayla, kayni-kaynidan yana ikki poy zambarak o'qi kelib tushdi. Ular qor to'pi to'zonlari ichidan yana beshini ko'tirdi. Biroq Goyit beshini ko'tirmay yotadi. Botir G'ozi chaqchaq qildi. Voy Goyitga, qo'rqma, beshingni ko'tir. Lekin o'q tushib bo'g'li. Lekin u dum yotqanicha yotadi. Uning yenida yotgan Varisjon birdila varqirvatdi. Qon, beshidan qon chiqibdi. Bir nechisi uning beshiga yig'ildi va uni avaylab osta o'ngdi qildi. O'ngsili o'chgan Nodam, Goyitga, ko'zini och, dedi huduqib. O'q partisi uning chekkisini qattiq yordar qilgan. Qon o'ng mag'zini bo'ylab oqmoqda edi. U ko'zini asta-asta ochdi. Rayhon sumkasidan dorilarni elib, yorlangan yerning atrofini surtib, dori chopdi va dokining ichiga paxta elib tengib qo'ydi. Goyit asta-asta hushiga keldida, o'lishib olganlarga nursiz ko'zlar bilan sapsilib, Men o'lmayman. Qo'rqmanglar, dedi. U dastlabki tibbiy yordam bilan bir oz o'ziga kelib qoldi. Rayhon uni hopash qilib kayniga elib ketdi. Qolganlar o'ri turishib kaynidan qarab qilishdi. Hammala odam u saq qolarmi degan andishida qoldi. G'azablangan Nodam avtomatni mahkam tutib, heliqi cho'loq tomga o'zini otdi. U tomga ulashdida avtomatni tomning ustiga qo'yib, potaga qortib, to'xtamay o't ochdi. Uning kaynidan orash yugurdi. Shu oralikda potaydan o'q chiqib qoldi. Biroq hech kimga tegmadi. Dushman potiyiga yon tarafdan o'limli hujum qilayotgan Nodam bilan orashni ko'rgan Kevir o'rnida tura olmay qoldi. "Qani yur Jamoliddin uka, biz muchatdiq", dedi u ham tomga qarab yugurdi. Ammo istitaklar orasidan dushman o'qlari yomg'irdak yig'ishqa boshladi. Uchqondek yugurib ketib borgan Kevir birdala maydisini tutib turib qoldi. Tizlinib yiqildi. Nodam o'zini tutib ololmay qattiq varqirvatdi. "Uni qutqizinglar!" Rayhon o'zini o'qdek otdi. Kimdir birsi uning kaynidan varqiradi. "Rayhon!" Dushman potiyining atrofiga tushayotgan qo'l bombalari shiddat bilan portlayotdi. Sumkasini pulanlatib yugurgan Rayhonning quloqiga sabdoshlarining varqirgan ovozi kirmaydi. U quloq cho'ralaridan vingildab o'tib borgan o'qlarga muqarmadi. Uning butun as-hoshini Kevir pelomochini qutqizish kerak degan birla o'y o'rib olgan edi. Kevirning yeniga hozirab yetib kelgan qiz uning tomirini tutdi.
tangshidi. Lekin uning yuragi urishdan to'xtab, ko'zlari mangulikka yumilgan edi. Rayhon uni yer beg'irlab so'rab elib keldi. Kevir surlik qiyofat bilan tishlarini kirishtirib, qopiqini turgan holda o'ngda yotadi. Kevirka, ko'zini ochsanchi Kevirka. Urush maydoni yurakdan etilib chiqqan kuchlik, ammo qayg'uliq ovoz bilan jarangladi. Birdanning ichida bu xabar sapdan sapga tarqalib, echinishlik ig'ir tuyg'u qo'zg'adi. Jangchilarning ko'zlarida ochiq yosh tomchilari porqaradi. Tikandek yolg'izlikda umrining yerimini o'tkazgan. Amdilikda xalqning orzu-armonlarini miltiqi bog'lagan ham uni mahkam tutib, ko'mirdek qorong'u tunning bag'riga otgan sabdishining seningdan mangu ayrilganligini ko'rish qanchalik ig'ir. Jangchilar 1-2 minut etishdan to'xtab, sukutda turishdi. Anvar beshini ko'tardi. Uning yuzi surlik tus olgan edi. U jiddiy qilib, "Mansiz yashashdan, manlik yashashga o'tgan, ulug' kurashga o'zini atagan, xalqning bo'yniga tushgan sirtmoqni o'zish uchun qo'liga qurol ilib, hozirgacha yaxshi janglarni qilgan. Bugun mardlarcha qurbon bo'lgan sabdishimiz Kevirning qahramonligi bizning ozodlik urush tariximizga yoziladi", dedi Anvar to'ponchisini qo'liga ilib. "Biz mushu hujumimizni yo'ldosh Kevirning nomi bilan boshlaylik." Yer jahonni zilzilaga keltiradigan portlashlar, quloqni pon qiladigan o'q va hurra ovozlari g'o'lja osmonidagi bulutlarni titratib, yiroq-yiroqlarga aks sado paydo qildi. Hammaning qallasida Kevir uchun degan sado jaranglaydi. Shaharda aytilayotgan o'q ovozi Gulpamxonni allaqachon uyqusidan uyg'otib etgan edi. Urush boshlangandan beri u mundaq dahshatlik etish ovozlarini anglamagan edi. Bu yeza shaharga xeyli yiroq bo'lsa-mu, lekin jimjit kechida o'q ovozlari oshkora anglanib turadi. Ona dastlab xeyli vaqtlargacha o'q ovozlarini anglab yotdi. Keyin o'rnidan turib o'ltirdi. Uning ko'z oldiga nodam keldi. O'g'li xayolidan hech neri ketmadi. Etishlar borgan seri kuchaydi. U uy ichida turolmay qoldi. U o'g'lining omonligini tilab duo qildi. Ondan ho'yliq chiqdi. Bog'larmu, dalalarmu, dal-daraxtlarmu oppoq qor bo'lib to'zg'andek yana ushoq qor yig'iyotdi. O'q ovozlari texmi qattiqroq anglanishga boshladi. Ona ba'zida shahar tarafga ansizlanib qaraydi. Ba'zida cheksiz osmonga nimanidir izlagandek talmiratdi. Kuchli portlash ovozidan uningga yer titrab ketgandek bilindi. "Ya Alloh Xudoyim, arslonlarimizga kuch-g'ayratni yor qilg'aysan, ko'pchilikni omon qilg'aysan. Ko'pchilik qatorida bir tal o'g'limni omon qilg'aysan." Bir chog'da so'z qiqas cho'qan anglangandek bo'ldi. Onaga boshqadili jon kirdi. "Savolliq topdi zolimlar, bizga nima kunlarni selishmading? Har etishqanda bir jo'jongni yeysan, shunda qilib oxir tugaysan. Qo'mishmu to'piklarini o'ynatib ming'adaygan bilan oxir berib bo'ri bo'ladi." U birdala g'ayratlandi. Garchi urra ovozlari pastlab qolgan bo'lsa-mu, lekin uningda paydo bo'lgan g'ayrat yo'qolmagan edi. "Yo'q, o'g'lim ko'pchilikning ozodligi, baxti uchun kurash qilyotdi. Uningga o'q tegmaydi. Zolimlarni yo'qot o'g'lim." Ona shundoq deb hayajon bilan pichirlaydi. Shu chog'da to'xtovsiz aytilayotgan o'q ovozlari O'rnisaxonni uyqusidan uyg'otib etgan edi. U undarab bo'ylig'i chiqdi. O'q ovozlari texmi qattiqroq anglanishga boshladi. "Ya Alloh Xudoyim, o'zingga omonat, o't ichida paxtani saqlagan qudratingdan aylanay, aziz o'g'limni omon qil Xudoyim", deb olqinini maydasiga qo'ydi u. O'rnisaxonning yuragi og'ziga tiqilgandek bo'ldi. Oq siyriq yuzi parishon holga tushgan. Inchik qishi pot-pot yemirilib ko'tarilib turadi. Yopiloq mongli yelidan yeliga turiladi. Uning ko'z oldiga o'g'li Vorisjondan boshqa hech narsa kelmaydi.
Canım balam, canını kolunga ilip yürüvatsan go. Esit, nemişkimi razı boldum ha. Qarab durup bala qazağı tutup bədik. Özümüzle otqa iştirip bədik go seni. Hörnisaxan, nemi qilarini bilmey, hoyli işçide o yaqdan bu yaqqa menip, şundaq deb kurtuldaydı. Bir çağlada gümbürlegen top avazları, qiyqas çoqallar anlandı. O, oluqzadliki düşüp titrashga başladı. Ya Allah, birey yerim pay ok deyip kese qandaq mı qilaman? Haram ketmemdi balam. Ali yemigeni yigizip, kiymigeni kiygizip arzulap bakkan emes miydin? Nereden çıktı bu inqilab degen bala qaza? Şu halda o paypetek bulup erini qargab öyi tarafga mağdı. Meni koltipem deydi texi, topularning içinde yürgeni yaxshi, omiti kep qaladı degeninge toy endi qaqvoş. Bu çağda yezi öylerining hammasidala chiroq yangan. Odamlar uyg'onib ketishgan edi. Ba'zilari o'yinlarga chiqishib shahar tarafga qarab turishadi va bir nimalarni pichirlaydi. Nurg'un odamlar ko'chaga chiqishgan edi. Hatto yig'iyotgan qarga qaramay muzlab ko'kargan oyoqlarini qo'ng'iltiq sapgan ushaq bolalarmu bir uyga kirib, bir ko'chaga chiqadi. Har qitimliq etishdan keyin bir qalbi xabarni anglab yurgan xalq bu etishdan xushal edi. Birdanning ichidala ko'chadagi kishilar ko'payishga boshladi. Gulbam xonmu o'ylisidan chiqib bir besib, ikki besib kishilar to'plashgan yerga yetib keldi. Uning kaynidan yana bir mo'may keldi. "Voy, buni sevidi xongo, bo'lmasali?" dedi Gulbam xon uningga qarab. "Qandoqroq turibdilar? Ahvollari yaxshimi?" "Xudoga shukr, o'zlarichu." Etishlarni anglab zodili yotamadim. Bir necha kunlar bo'lib ketdi, ko'nglimning hech aromi yo'q. O'z halakchiligimiz bilan bo'lib, qandoq ahvoling deb silnimi yo'qlayolmadim. Bizning nodam inqilobga qaytilib ketgandan beri yolg'iz qoldim. Hilimi yaxshi, Nodirning bir yildamisi men uchunla qoptikan, shu hamra bo'lyotdi. Meningmi deydiganim shu emasmi, jinim Gulbamxon? Mening balamga nemi yo'q, 3-4 kun bo'ldi. Shaharga kirib chiqay deb kirib ketgan. Bugun chiqa yo'q, ati chiqa yo'q, hozirgacha yo'q. Anglasam askar bo'lib ketibdi-dak, ota-onaning og'ziga qaraydigan-ku biz. Uning qo'riq bosgan yuzlari o'mchaydi. Bo'pti, Zevidxon, yomon ish qilmabdi. Askar bo'g'ini yomon ishmidi. Qiziqli xotin qo'sidi. Canni qo'liga elib so'qishga kiradigan ish yaxshi ishmi? Bu nima deganlari? O'ylab baqsizlar Zevidxon. Sizlarning ishga o'g'illari bor. Biri askar bo'lsa nima bo'ladi? Mening yolg'iz o'g'lim turib rozi bo'ldim-ku. Mening balam askar bo'lmasa, sizlarning bo'lmasa, bu qonxo'rlarni kim yo'qitdi? Nima dardlarni tatmidoq bu zolimlardan? Hay Gulbamxon, bag'rlari toshmi? Nima mushaqqatlar bilan cho'nqimidoq bu bolalarni? So'qish degani bir nima deb bo'lamdi? Biray yomonning o'qi. U so'zining oxirini aytolmay yig'lavatdi. Uning butun badanida alamlik hissiyotlar qo'zg'alib ketgan edi. Go'yo o'g'li so'qishga kirib, birar yomonning o'qi tegib o'lib ketgandek, beshig'i ig'ir kunlar tushgandek, o'pkisini bosolmay qoldi. Ajabli qizni xotinda asli, ko'zlarining ustidan bir eriq yosh oqidi-da, kirpiklarini lip-liq qilsili to'kilib ketdi. Menga qarsila, xabarlari bor. Bolalarning dadasi o'lib ketgandan keyin echqan yey tuz sepibdi degandek kaynidan Nodir ketdi. Ularning kaynidan meni yolg'iz tashlab nodam inqilobga qaytilib ketdi. Voy dedim, bo'pti. Akaning intiqomini ol dedim. Bultur kuzda dan to'kmiding deb shangan yomuldan chiqqan cheriklar Umraxun akamning qo'lini urib sundirib atganini unutib qoldilarmi? Yerga bir navbat, arga bir navbat degan gap bor. Endi bizga navbat kelganda bolalarimiz intiqom olmay qarab tursa qandoq chidaymiz? O'g'illari urushda dushmanning beshini yanchib, yo'lvosdek hurkirab yursa, meydimizni kerib yurmamdiq. Qizlar jinida beliga tosma bog'lab urushga kiribdi. Qarasala, mahallamizdagi xalqlarning tavrab ketganini. Bularni kim urushga dalolat qildi? O'q ovozlarini anglab, mahalladagi odamlar haqiqatan tavrab ketgan edi. Beshiga tulki quloqcha.
uchisiga ko'rak chuva, teri shalvur kiygan odamlar pidoi bo'lib shaharga yurishga hozirlanishgan edi. Ba'zilarining ostida yovdaq ot, qo'llarida cho'moq bor edi. Ular to'shqin qo'g'lash uchun har bir chiq tuvlariga emas, balki urush bo'layotgan yerga, dushman bilan elishishga o'zligidan otlangan edi. Ular yana kimlargadir qarab turishadi. Ba'zilarining chaqchaq aralash gaplari jironglaydi. "Voy savor, sening o cho'moqing odamning jinini ilishga yaramdi. To'shqonga yaraydi, to'shqonga. Sen ashu qirchang'i bilan urushga kiralamsan. O'q ovozini anglasa, badar qochar o cho'loq qashqan." Hammadan ko'proq gapni Ahtamboy qilib o'tadi. "Ha, qani azmatlar, yo'linglar bo'lsin. Go'mindan degan ablaqni qo'ymay yo'qitinglar. Ay ota-onalar, balalarning oldini to'rmanglar. G'azat qilmanganlarning oldini to'rash gunoh bo'ladi. Mana men o'g'limni fidoilikka berdimg'a. O'g'lim talay dushmanning kallasini oldi." Shu asnoda dahshatli gumburlagan zambarak o'qining ovozi anglandi. Mana, angladinglarmi? Nima degan kuchlik etilgan, ha? Tayinliq varchan otdi buni. Bizning varchan hozir qoltis bo'lib ketdi. Buni nodam otgan bo'lishi mumkin. Ovoziga qaraganda bizning nodam otganda qiladi, dedi bir dehqon. Yo'q, buning ovozining kuchligiga qaraganda g'oyit otdimikan, dedi yana bir dehqon. Öyle taraslab etig'ini kivirni kim ekan? Bizning kivirni usti pilimotchi deydi. Tayinliq kivir otdi. Kivirning pilimotida qancha dushman o'libdi-dak. Pilimotning o'qiga nima to'shiydi? Dushman degining soyning tishida yetib ketibdi-dak. Hammadan chim chiqqani Anvar apandi bo'ldi. G'oyit kivirlarni kayniga silib, shuncha ishlarni ta'viratdi u. O'qigan odam boshqida, ha? Uning boshlig'imi apandimish. Ha, mayli qaysi bo'lsa-mu, hammasi yurt bolalari, mening bolalarim. G'oyit nodamlar uzun yil mening tuzimni yegan. Jamoliddinmi necha yil qo'limda turgan. Anvar apandimi qaltis gap anglaydi. Deginimni qildi, yetimlarni o'qitdi, tarbiyildi. Qani azmatlar, meninglar, Anvar apandining kayniga tushinglar. Uning kaynidan mangsanglar, dushmanni qo'ymay yo'qitsizlar. Otlangan fidoilar cho'moqlarini po'lantib shaharga qarab yurib ketdi. Bular qo'llariga tayoq cho'moq elib, yovdaq otlarini minib, o'zligidan tashkillangan fidoilar. Bularga hech kim inqilobga qatnash degani yo'q. Bularni shunchalik ishtiyoq qizg'inlikqa, hayajonlik, jon fidolik tuyg'uga keltirgan kuch nima? Yurikidan urg'ib chiqqan qisos o'tdi. Bular o'zlarining qo'mindan hokimiyati tarafidan odam qatorida ko'rilmaganligi, bo'zak bo'lganligi va xorlanganligining antini olmoqchi. Zulmatlik olamning bag'riga cho'moq urib, yo'riqlik topmoqchi. Qisos qo'shinlarining qanotsiz emasligini ko'rsatib qo'ymoqchi. Etishish ovozlari osta-osta pasayishga boshladi. Kechacha yoqqan qormu pasladi. Subihi ko'tarilib, tong suzilishga boshladi. Sovuq shamol so'z ushqitadi. Gulpamxon g'ayratli qadamlarni oldirmay besib uyga kirib ketdi. 20-bob. Ustal ustiga haram bog'ning cho'ngaytilgan xaritasi yeyilgan. Ishoqbek sal engishib, qo'lidagi qizil qeyrindosh bilan xaritaga hujum qilingan yerlarga dalga urmoqda edi. U vaqtliq hukumatning topshirig'i bo'yicha butun zehni bilan hujum qilish planini tuzmoqda edi. Eshik ochildi. Uydagilar kayniga burilib qarashdi. Kirib kelayotgan Ahmadjon Qosimi bilan Abdukerim Abbasov edi. Ular qizg'in ko'rishgandan keyin Ahmadjon bilan Abbasov xaritadagi belgilarga zan selib uzoq qaradi. Ahmadjon bilan Abdukerim qo'mondonlik shtabiga pat-pat kelib, Ishoqbek bilan urush to'g'risidagi konkret masalalar ustida maslahat qilishib turadi. Ishoqbek qo'lidagi qeyrindoshni xarita ustiga tashlab qo'yib, mundaq dedi. Hilroqda ko'rginshindan kelgan ikki xabarchi partizanning qilgan doklatiga qaraganda, tog' og'zida dushman paydo bo'lgan. Go'mindan razvedkachilari bizning partizanlarimiz bilan uchrashib qilib etishgan. Partizanlarimiz dushman razvedkachilarini butunlay yo'qotgan.
Düşman razvedkachilari boshlig'ining yonchug'idan nihoyatda muhim bir xotira daftar chiqqan. Xotira daftarda mundaq deyilgan: General janoblari, Sheping boshchilik qilgan qismlar 1945-yili 1-oyning 12-kuni Ko'girshin tog' og'zidan o'tdi va qo'zg'olonchi qo'shinlarni yo'qotish uchun davomli olg'a ilgarilmoqda deb yozilgan. Tog' og'zi garchi hozir teptinish turgan bilan, atbugun Gomindanning asosiy kuchi bu yerda paydo bo'lishi mumkin. Isoqbek to'g'ri aytdi. Ahmadjon uning farzini muqimlashtirib shundoq dedi. Dushman hiligar. U bizning kuchimizni parchalamoqchi. Bizning diqqatimizni Kansay tog' og'ziga borib qo'yib, paytni tepib bizga hujum qilmoqchi. Arambog'dagi Gomindan qo'shinlarimi? Dedi Abdukerim jiddiy qiyofatda. Yordamga keladigan qo'shinlarning yaqinlashganini anglasa, bizga shiddat bilan hujum qilishi mumkin. Albatta shundoq bo'ladi. 1-oyning 13-kuni ularning hujum qilganligi buni isbotladi, dedi Ahmadjon. 1-oyning 13-kuni kechsi shaharning sharqi shimolidagi Harambog' gazarmasiga joylashib olgan Gomindan qo'shinlari tuyuqsiz hujum qo'zg'adi. Ular qo'rolarni, ko'chadagi daraxtlarni dalda qilishib, sharpsiz holda Qizil ko'rikka kelganda, ko'rik yenidagi boshlang'ich maktab ichiga o'rinlashgan qo'zg'olonchilarning qorovullari to'yib qilib, qattiq elishgan va pelomotlardan shiddat bilan o'q echib, yarim soat tarkashgandan keyin dushman o'ziga chekinishga majbur bo'lgan edi. Biz dushmanga oldi bilan hujum qo'zg'ashimiz lozim, dedi Ahmadjon. Bo'lmasa, ular bizning oldimizga o'tib olishi mumkin. Biz oldi bilan hujumga o'tamdik yoki mudofaaga tayyorlandik. Buni belgilashimiz lozim. Ahmadjon bu so'zi bilan bir muhim masalani o'tirg'i qo'ydi. 1 minutdek jimliq hukm surdi. Ishoqbek o'ylangan holda barmoqi bilan ustalni chekib turib mundaq dedi: Ham hujumga, ham mudofaaga puxta tayyorlik qilishimiz kerak. Ahmadjon uni quvvatladi. To'g'ri. Men bu planga qo'shilaman. Menimcha biz Ochaltog' og'ziga butunlay ko'ngil bo'lmasakmi bo'lmaydi. Dushman bizning harbiy kuchimizni g'arbga jalb qilib qo'yib, Ochaldan halqib o'tishni qasdlaydigan ahvol yuz berishi mumkin. Chunki Kansay bilan kelish yiroq. Afsus, ham u yerda bizning qo'shinlarimiz bor. Buni dushman yaxshi biladi. Ahmadjon uy ichida u yoqdan bu yoqqa mengib yurib, so'zini davomlashtirdi. Plan tuzganda har xil yuz berish ehtimoli bo'lgan ahvollarni hisobga olish lozim. Bo'lmasa, dushman bizning chotni xato so'qib qo'yishimizdan foydalanib, bizni eg'ir chiqimga uchirtdi. Agar dushman biz o'ylagan yo'nalishda harakatlansa, u chaqda nihoyatda yaxshi bo'lgan bo'ladi. Ular bizning bo'htirimizga tushib qoladi. Lekin ish unda o'ngishli bo'lavermaydi. Dushmanmi sagaklashib, texmi ilgarilashib ketdi. Agar u boshqa bir yo'nalishni tanlab olsa, u yoqdan bu yoqqa mengishni to'xtatib, o'z savoliga javob berdi. Biz bu vaqt ichida jangovar otryadlarimizni har qaysi joylarga o'rinlashtirishda qudratga ega emasmiz. Shuning uchun qo'shinlarimiz jonliq, harakatchan bo'lishi, har xil tayyorlikda turishi lozim. Agar dushman har ikki tog' og'zidan monsa, u chaqda dushmanning ko'girshindan o'tib, bizning qopqinimizga tushishiga yo'l qo'yib, ularni shu joyda yo'qotishga to'g'ri keladi. Ondan kuchimizni to'plab, Ochalga otlanib, Gomindan qo'shinlarini jilg'iga kirgizib, bularni shu yerda to'liq yo'qotishimiz kerak. Mana bularni yo'ldosh Isoqbek obdan o'ylashib ko'rsin. Boshqalarmi yaxshiroq o'yinib baqayli. Hammaylar jimjit bo'lib qolishdi. Isoqbek bir nuqtaga tikilib o'ylanib turadi. Ahmadjon u yoqdan bu yoqqa mang'atdi. U qo'llarini birda chopinining yonchuqlariga soladi. Birda ulab qara siltib Isoqbekka, Abdukerimga savol nazarida qaraydi. O'ziga yarashgan kalta xurum chapon kiygan Abdukerim xaritaga tikilib turadi. Isoqbek xiyollarini bir nuqtaga jamladi va Ahmadjonga burilib mundaq dedi: Menimcha, Ochal tarafga qo'shin avatish kerak. U yer Dog'yanzi jingdan chiqqan dushman qo'shinlari o'tadigan joy. Abdukerim uni quvvatladi. To'g'ri. U yerga menimcha Nizomiddin qismlarini avatish kerak. Mening o'yim Nizomiddin edi. Qo'shilaman, dedi Isoqbek. Ahmadjonmu ularning fikriga qo'shildi. Nizomiddin qismlari tog'larda urush qilib chiniqqan, tantirab qolmaydi. Yo'ldosh Isoqbek, sizdan bir narsani so'rab olay. Ko'girchin Davundan kelgan razvedkachilarimiz o'lgan dushmanning yonchuqidan xotirdan boshqa narsalarni bayqamabdimi? dedi Abdukerim. Isoqbek o'ylanib, o'zimi savol qo'ydi. Yo'ldosh Abdukerim,
siz qaysi masalalarni ko'z tutyapsiz? Men dushmanning yemak ishmiki, kiyim-kechki, qurol yarig'i, ro'yi kayfiyati qatorliqlarni ko'z tutyapman. Davanda o'lgan dushmanlarning bo'ynida yeb qitizib o'tkazib olgan, xuddi muzdek qatqan girdana, uchsida matodan etilgan kulrang paxtiliq shim tujurka, putida paxtiliq xay, boshlarida birining teri, ikkisining paxtiliq quloqchi bo'lib, 200 dan o'q, 4 dan granat bor ekan. Afsuski, ularni tirik tutishga mumkin bo'lmabdi. Demak, dushmanlar Daxiyanzdan birinchi oyning 12 kuni yo'lga chiqqan. 2 kun yo'l yurib, Ko'girchin Davonning ostiga ulashgan. Bu aslida bir kunlik yo'l edi, lekin yo'llar qalin qor bilan ko'milib ketgan. Dehqonlarning qon to'kilgan yili sovuq qattiq bo'ladi degandek, bu yil sovuq qattiq, qunaliq qilgudek o'ylami yo'q. Askarlarda qishliq oziq-tulik, kiyim-kechak nachar, uning ustiga yer sharoitini bilmaydi. Agar dushmanlarni tog' ichiga qamib olib, vaqtni uzunga so'zsak, ular tabiat dashtidanmi halok bo'ladiganda. Shundaq, dushman yaxshi qurollangan bo'lsa-mu, olg'a ilgirlashmi, kaynaga chekinishmi qiyin bo'lgan qorliq tog'da urush qilishga majbur bo'ladi-da. Ularni yengish osonroq bo'ladi. Endi shahar ichiga kelayli. Dushman kang soydan o'talmaydi, chunki u yerda bizning kuchli atroflarimiz bor. Elingan ma'lumotlarga qaraganda, hozir Harambog' Liangshan botxonasi aerodrom ichida 2800 dan dushman askari bor. Bu 3 o'rinni bizning partizan xalqimiz bo'lib 7000 kishi qo'rshab olgan, lekin 7000 kishidan 1200 kishida qurol bor. Qolganlari tayoqchimoq ko'targan qiyoqchilar. Shunga bizning diqqatimiz ko'proq mushu 3 o'ringa qartilishi kerak. Ahmedjon Qosimiy odati bo'yicha uy ichida yana u yoqdan bu yoqqa mengib yurib, Harambog'ni elishning yo'llarini oldirmay so'zlashga boshladi. Biz hozir asosiy diqqatimizni Harambog'ga qartishimiz lozim. Bu nihoyatda muhim bir joy. Agar bu joyga qamilib qolgan Gomindan qo'shinlari bilan yetib keladigan qo'shinlar birlashib olsa, u biz uchun intayin xatarlik bo'ladi. Buning uchun biz shahar xalqini tashkillab, shahar atrofidagi yaqin yezi aholilarini harakatga keltirib, Gomindan bilan jang qilishimiz, dushmanni butunlay yo'q qilishda hamma imkoniyatlardan foydalanishimiz lozim. Yo'ldosh Isoqbekning Harambog' to'g'risidagi heliqi aytgan fikri to'g'ri. Bugun bo'lmasa, ati dushman cho'qim hujum qilishi mumkin. Shuning uchun biz butun saf bo'yicha ham mudofaaga, ham hujumga hozirlanishimiz lozim. Agar dushman oldin hujum qo'zg'asa, u chaqda texmi yaxshi bo'lgan bo'ladi. U chaqda biz ularning hujumini to'sib qolmasdan, balki ularga zarb berib, Liangshan, Boyko'lni ishg'ol qilatdik. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abdurahmon Qahharning Xinjiang xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Eli Dolqunlari nomli 2 qismliq tarixiy romanining 1-qismini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaqaysizlar. İnqilab shamili yezdin sizni uchirib ketdi-da. Yezdagi chaqda siz Gomindanchilarning zulmiga yolg'iz o'zingizga qarshi chiqib zarba berolmaydingiz. Mana endi har qanday bo'zak bo'lmaysiz. Partizanlar o'z o'rinlarini egallasin. Burunqi o'rinlashtirish bo'yicha yoshirinsin. Dushman soyga to'liq kirib bo'lmoqcha o'q chiqarishga ruxsat yo'q. Hujum buyruq bilan boshlandi. Yaraysizlar. Xalqimiz mana shunda qo'zg'algan. Uningga nimani tankilalaydi deysizlar?